bu obzorimizni bir xontaxtaning ustida bir kasa choyda qo'yib ko'rishingizni tavsiya etaman. Sababi shunday fayzli va lokatsiyalari zo'rki, ertaň ekin egishingiz ham va tinch joyda yashashingiz ham, bolalaringizning tinchligini o'ylasangiz, albatta shu uyni xarid qilishingizni tavsiya qilamiz. Chunki maktab yonimdagina, ya'ni bir adım. Va bizlar obzorni boshladik azizlar. Tashqi fasadimiz shunday ko'rinishda bo'ladi. Razmerlari 8 so'tq do'stlar, umumiy 7 qatdan iborat bo'ladi. Eldilarimizda yerlari bor va lokatsiyamiz Nattibolxonadan o'tasiz. Davud Avliya va shundan o'tganingizda birinchi ko'chada bo'ladi azizlar. Yonimizda 8-maktab. Atiga 50 yoki 80 metr bo'ladi. Endi uyning ichini bir qator ko'rsatib chiqamiz. Kirib kelish holimiz shunday katta va fayzli bo'lgan holimiz sizlarni kutib oladi. Qanasidan sirazu boshlaymiz. Razmerlarimiz 4,5 ga 5,5 razmerda bo'ladi azizlar. O'zining peshlari bor va ko'mir katyollari qo'yilgan bo'ladi. Katyolni esa videoni davomida ko'rishingiz mumkin. Va hamma yerida отопленiyalari bor. Oynalar esa hamma yerniki akfadan qo'yilgan bo'ladi. Va endi pollanmagan xonasini o'tamiz. Qolgan xonalari pollangan bo'ladi. Eshiklarimiz SSRning davrindagi, lekin o'tamayotgan bo'lgan eshiklar bo'ladi azizlar. Bu esa katta zal. Bergan отопление masalalari hal etilgan, pollab olasiz, gulday narsa bo'ladi. Iziskada turibdi, patologlar ham ishlanmagan, lekin birgina va ikkinchi xona xuddi shunday saslanasida, bu esa spalnisi. Va endi holdan keyingi xonaga o'tamiz azizlar. Ikkinchi spalnimiz razmeri arg'i spalnimiz bilan bir xil bo'ladi. Toza pol, hamma yerida toza pol, malyarni ishlari bor, hamma yerida pardalari bor, pardalari qoladi do'stlar. Va endi katta spamizga o'tamiz. Qo'limizdagi spamiz bemalol xontaxtani qo'yib pastitib o'tirsa bo'ladi. Ikkinchi terrasamizga o'tamiz azizlar. Katta terrasa o'zining skladlari bor, yoki sklad qilasiz, yoki kuxnya qilasiz, yoki sanuzel qilsangiz ham bo'ladi. Shunday ko'rinishda. Bir oynalari kichkina uyning ichidagi polsiz oynaga qarab turibdi va bu tarafimiz orqa oyog'imizdagi akfa oynasi bo'ladi. Endi lyukuna keladigan bo'lsak, lyuklarimiz shu yerda joylashgan. Gap isboti bilan deganda, har bir xonasida shunday lyuklari mavjud. Ana buni qo'yursangiz bo'ladi. Endi kuxnyasini o'tamiz. Kuxnyamiz ham anchagina keng, razmer stadion bo'lib yotibdi. Shunday ko'rinishda o'zining kuxnya mebellari qoladi. Bu yerlarda bilasizlar, gaz yo'q, lekin avval bo'lgan ekan. Hozirda ko'mir katyol turibdi. Buning ham umumiysidan juda ham aqlli deb yotir. IQ darajasini bilmayman. O'zining aristollari bor do'stlar va rakvinalari bor. Ekin egaman desangiz ham, mol boqaman desangiz ham, suvdan hech qanday muammo yo'q. Salmada postoyanniy suv bor. Ya'ni quruqchilik yo'q bu yerlarda. Отопленияларды ham yerda ko'rib chiqinglar, hamma narsa ishlab turibdi. Kelib prosta yashaydigan joyi do'stlar. Prosta yashash kerak. Endi orqa oyog'ini bir qator ko'rsatamiz. Orqa oyog'imiz shunday temir eshik bilan yo'lgan va ko'rib turibsizlar, suv, gap isboti bilan suvdan muammo yo'q. Chegaramiz fundamentgacha bo'ladi. Zaborda tiklaysiz, zazitib yashab o'tirasiz. Yerlarni ko'rib turibsizlar, bari ko'karib yotibdi va eng qiziq joylardan birisi o'zining yana garaj o'rinlari ham bor do'stlar. Darvoza sizniki bo'ladi va shu joy ham sizniki, polni ketadi. Shuncha maqtadan endi bahasi cheson detallar uchun hali sal qismanman. Eldilarimiz ko'rdinglar, zabordan boshlab ta terakgacha bizlarning yer bo'ladi, ya'ni sizning yeringiz. Ham yer salqin, quyosh tushsa, eldidan o'tirsangiz bo'ladi, buyog'idan tushsa orqa oyog'imda o'tirsangiz ham bo'ladi. Xullas, messiga gap bo'lishi mumkin emas. Endi narx-navolarga keladigan bo'lsak, 48 ming dollar aytib ustida ozroq qaytadan yerimiz bor. Ko'p emas, ozroq. Albatta xayr puli bo'ladi. Dokumentdan umuman muammo yo'q azizlar. Notariusda prямо sanab beraverasiz. Bunday uylarda kuzatib turish uchun va ko'rib turish uchun beruni uylarni azob olib qo'yasiz. Bizlar 3-avgustgacha 50 ming obunachi bo'lishimiz kerak. Sababi Kaminaning tug'ilgan kuni bo'ladi. Bizlarni qo'llab-quvvatlashdan charchamanglar.